Yo, barcha salom negrlar. Sizlar bilan men Steve Gaming bolalar, bugungi videomizda sizlar bilan top 3 modlarni obzor qilamiz. Yaqinroq joylashib olinglar. Bu modlarni Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Xullas, yaqinroq joylashib olinglar. Undan video boshlaymiz. Xullas, top birinchi modimiz bu kompotni qishlog'ini qo'shib beradi sizlarga. Hamma modlar ichida bo'ladi o'zini kompotnikidek. Lekin brektorlari bedrockga tushmaydi, shu mana bunaqa loy bo'lib qoladi. Uni xafa bo'lib shart emas. Boshqa modlarni o'zim bitta serial videolarga, biz ham keyingi videolarimiz shu qishloqda chiqadi endi. Aytgancha men yangi skin qildim, shunga baho berib qo'yinglar. Xullas, mana faqat telefonlari bo'ladi, pullari bo'ladi. Bu pul bilan telefonlar, karta o'zida ham bo'ladi. Lekin men alohida modda top. Xullas, mana shunaqa narsalari bo'ladi. Top ikkinchi modimizga o'tadigan bo'lsa, bu mana shu pul bilan telefon modi. Bu mod alohida bo'ladi hamda shu kompot qishlog'ini o'zida ham bo'ladi, lekin boshqa city shaharlarga boradigan bo'lsanglar, sizlarga bular juda ham kerak bo'ladi. Xullas, bu gapimiz keyinroq o'tamiz. Yo, negr top birinchi modimizda bu xullas kompyuter, klaviatura, shunga o'xshagan narsalar modi. Telefon albatta do'stlar. Sizlarga kompyuter narsalarni o'qiyaman. Top birinchi modimiz yo'q bizda. Masalan, shunchaki vaqtlarini olish uchun qilgandim. Sizlarga gapim bor. Mana shu video agar 5 ta like yig'sa, 5 ta like yig'sa emas, xullas, mana shu videoga 99 ta podpischigimiz bor. Hozir bir kishi podpiska bo'lsa 100 ta bo'lamiz. Iltimos, like podpiska ayamanglar do'stlar. Hali sizlar bilan ko'p yutuqlarimiz kerak. 100 mingta bo'lamiz hademay emas, to'g'ri. Bir yillarda, 2 yillarda 100 mingta bo'lib qolamiz. Sizlar meni qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi do'stlar. Bu modlarni xullas men Telegram kanalimdan topasizlar. Hammaga xayr bolalar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aytgancha brektorlaring negr deganga xafa bo'layotgan ekansizlar. Bu prosta hazil, ko'ngilochar hazillar. Bu aynan sizlar uchun emas, hammaga xayr bolalar.